Assalomu alaykum aziz uzoq yaqindagi qadrdonlar, aka-ukalar, sog'-salomat yuribsizlarmi, charchamayapsizlarmi? Bardam baquvvat. Uydagilar, mollaringni, jonlaringni, farzandlar, jiyanlar, nega tog'a, amma deydi-yu. Hammanglar tinchmisizlar? Ha, esdan chiqdi. Zotlarda nima gaplar? O'zinglar tinchmisizlar? Musofirda aka-ukalarimiz hammanglar yaxshimisizlar? Uyga kelishga taraddud ko'rayotgandirsizlar? Uylar boshlanay deb qoldimi? Keladiganlar tez-tez kelinglar. Sizlarga qarab turamiz. Kelsanglar uyini boshlaymiz, xudo xolasa. Xo'p, endi bugungi video bu YouTube kanalim yangi ochildi. Hozir 3 ta yangi kanal ochganman. O'zimni danlimdan ochganman. Boshqa akkauntlardan ham ochdim. Ko'ramiz endi. Juda nima deydi? YouTube o'chirib tashlabdi meni akkauntlarimni. Menimcha jarba ko'proq tushibdi. Nimaga tushgan, kimdan tushgan xudo biladi. O'shanga yangi ochildi bu kanal. Obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmaysizlar. Bu kanalni rivojlantirib olsak, yana o'sha oldingi efirlarimiz ochilib qolsa, yana o'sha maslahatlarimizni, promo efirlarimizni qilib olamiz. Bu yangi kanal. Hozir 3 ta kanalim bor. Uchalasiga ham xuddi shu videoni yuklayman. Uchalasiga ham obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Ilyosbek Xo'rozlari, keyingisi Ilyosbek degan kanal bor. Shunaqa nomi shunaqa. Endi kasalliklar bo'yicha ko'proq ma'lumot beramiz. Zotlarimizni ham ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Qanaqa kasalliklar bo'yicha ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha 91lik 181 9080 numariga aloqa chiqaverasizlar. Jo'ja, tuxum sohalari bo'yicha, oyoq tangalari seleksiya yo'nalishi bo'yicha 94lik 809 9080 numariga oyoq tangalari bo'yicha. Mana shu seleksiya yo'llari degan kanalimiz bor. Telegramda seleksiya deb lotinchada katta harfda yozsanglar, o'zi glamda o'zim rasmim bor, chiqadi. O'sha seleksiya yo'llari degan kanalim chiqadi. Hozir bir minut ko'rib o'zi glamsiga qaysi rasm qo'yganman. Glamda o'zim rasmim bor ekan. Glamda o'zim rasmim bor, o'sha chiqadi. Oyoq tangalar bo'yicha har kuni chatda 50 kishi, 50 ta, 100 tagacha bo'lgan holatda aka-ukalarimiz kirishadi, chatda o'tiramiz, gaplashib, boshqa qilib. Ashuna qilib maza qilib gaplashib, misol kasalliklar bo'yicha, oyoq tangalari bo'yicha, har xil sohalar bo'yicha maza qilib gaplashib o'tiramiz. Hop, ancha-muncha aka-ukalarimizni, mana shu kanalimda bor aka-ukalarimiz ancha-muncha narsalarga tushunib qolishdi. Jonlari sog' bo'lsin. Negativ fikr bildiradiganlar bemalol kirib, ko'rib, kuzatib, o'zingizning fikringizni to'g'ri, noto'g'riligini, qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini bilib olsangiz ham bo'ladi. Endi mana kanalimiz ancha-muncha rivojlanib, efirlarimiz ochilib qolsa, efirlar ochgandan keyin mana shu oyoq tangalari bo'yicha, shu umuman kasallik bo'yicha polni gaplarni efir orqali gaplashamiz, xudo xolasa. Hozirgacha misol hech kimga ziyonimiz tegmadi. Bundan keyingi ham xudo xolasa ziyonimiz tegmaydi. Poddeshkangda bo'lsa obuna bo'lib, yaqin o'sha parvoz aka-ukalarimizga tarqatib qo'yasizlar shu silkalarini, mana shu YouTube kanal silkalarini. Numerim o'sha 91lik 181 9080. Faqat shu ko'rayotganda bitta like bosib o'tib ketsangiz, bu video kengroq tarqaladi. Oldingi kanalimda bo'lgan 11800 ta obunachi bor edi. Ular yo'qotib qo'yishgan. Ilyosbek yo'qolib qoldi, qayerga yurgan deyishgandir. Tarqab ushlagan yetib boradi. Shuning uchun like bosishi asosiysi. Sizlardan poddeshka obuna bo'lib like bosib tursangiz, kanal tez rivojlanib oladi. Ma'lumot ko'proq olinadi. Misol kasallik bo'yicha ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Xudo xolasa bunga ham qisqa video qilib qo'yib boraman. Kasalliklar asosan qaysi kasalliklar bo'yicha ko'pchilikni qiynayapti. Ash kasalliklar bo'yicha kommentariyaga yozib qo'ysanglar,
Mana kasallik bo'yicha, bu kasallik bo'yicha ma'lumot ber. Mana deb savollaringiz bo'lsa, savollarni berib qo'ysanglar. Keyin o'sha savollarga keyingi videolarda video tayyorlayman. Chunki hozir efirimiz ochilmagan. 1000 ta obunachidan keyin ochiladi efir. Ungacha bo'lgan holatda kommentariyaga savollaringizni yozib qo'ysanglar, o'sha kasalliklar bo'yicha qanaqa savolingiz bo'lsa, o'shanda polni javob berib o'tib ketaman. Shuna gaplar aka-ukalar. Joyingiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.